Uyimizning narxi 75 ming dollar sunnatiga ozgina kelishtirib beriladigan joy bor bizda. Shuna metroning yonida ko'rib turganinglar-da. Xonobod Beruniy mahalla Arkabodda. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uch bolalar. Xullas, mana shu yaxshi variant chiqdi. 1 3 sotuv 3 xona plus hol 50% jihozlari qoladi. Uyimizning ipotekaga ham to'g'ri keladi. Uyni ko'ramiz. Ulug'bek, mana shu archani o'zini narxini bilaman deb 200 dollar turadi. 100 talik. Xo'p, kirib olgan bo'lsa, mana bu yo'lechasi kichkinagina. Shinam taku kompaktni qilib qo'yishibdi. Tak ichkariga kiramiz. Xo'p, eslatib o'tamiz, okalar, uyimizda bir 50-60% jihozlari o'zining joyida qoladi. Bu hol, bu holdan tashqari 3 ta xonamiz bor. Получается, 3 ta xona plus hol bo'lyapti. Planirovkasi yaxshi, holati yaxshi, kirib yashashga tayyor. Bu yerda mana gastiniy mehmonxona bo'lyapti. Chiroyli aboy qilib qo'yishibdi. Kattalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Va kuxnyaga kiramiz. Bolalar yotoqxonasini ham ko'rsak bo'ladi va tashqarida shamol aylanadigan joyi bor. Sanuzel. Mana bu ham bitta alohida temada, xullas. Podvallarini ko'rsangiz, gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqangi shinamgina joy qilib qo'yishibdi. Shinamgina. Okalar, uyimiz 1 3 sotuvdan iborat. Manzilini aytdik, самый главный ipotekaga ham to'g'ri keladi. Uyimizning narxi 75 ming dollar sunnatiga ozgina kelishtirib beriladigan joy bor. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uch bolalar kimda qanaqa sotiladigan uy, yer va kottejda bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat.